Farzandim uchun hissa qilib qo'yganman desam, qarindoshlarim aytadiki, 18 yoshga kelgandan keyin sen unga $1 million bersang, taltayib qolmaydimi? O'zi ketib qolmaydimi? Yo'q, chunki siz bunga uni tayyorlab borasiz. 12 yoshdan boshlab siz unga moliyaviy savodxonlik bilimlarini berib borasiz. Va men aniq shunga ishonamanki, ota-onasi farzandlari uchun ko'p pul yig'ib qo'ysa, farzandlarining juda ko'p umrini ular tejagan bo'ladi. Chunki odatda farzand 18 yoshdan keyin oyoqqa turib olish uchun unga birinchi mablag' kerak. Ideyalar bor, g'oyalar bor, ilhom keladi, zo'r, boshiga pul yo'q. Ana shu pulni siz unga ta'minlab qo'ysangiz va moliyaviy savodxonligini ta'minlab qo'ysangiz bilimlarini, u biladiki shu pulni qanaqa ko'paytirish yo'lini biladi. Shu bilan u sizdan tezroq erishadi shu narsalarga. $1 million erishgan bo'lsangiz, u 3-4 yilda shuni 10 million qilib qo'yish mumkin. Chunki unda nima bor? Bizdan farqli o'laroq energiya bor, ilhom bor. Shu energiya bilan ilhom o'sha pulni solsa, qanaqa zo'r ko'tarib ketishi mumkin. Faqat har bitta ota-ona uchun bitta shart bor. Hissa qilishni boshladingizmi? Farzandingizni moliyaviy savodxonlik ilmiga ham ahamiyat berish kerak. Fokus qaratish kerak. Bu bo'lsa bo'ladi. Ushbu mavzuda men sizlar uchun maxsus darslik tayyorladim. Farzandingizning cho'ntak puli nomli. Bu yerda necha yoshdan qancha berish kerak, hammasi batafsil tushuntirib berilgan. Juda ham zo'r, foydali va manfaatli darslik. Ushbu darslikni mutlaqo bepulga qo'lga kiritish uchun izohlarda 18 belgisini yozib qoldiring va men sizga ushbu darslikni yuboraman.